Men beray. Sizlar neri turinglar. Aliler kichik balaga o'xshash bek xushal o'ynadi. Men davomli o'zimni erkin qo'yitishim kerak. Mening qo'lim. Hamoqat. Bir qushni tutamagan. Men sizning jarohatlarini ko'rib boqay. Xapomislar. To'z qasdanga qilmadi. Shapoatlik alilari mushunchalik kichik ishlarga xapomislar. Boshqalardan ag'rinmaslar. Yanala mening xonishim meni tushunadi. Bugundan boshlab men mijoz yaxshi podshoh bo'laman. Huquq va kuch bilan, yana aql bilan xalqni qoyil qilaman. Alileri çapa çektiler. To'xta! To'xta! Qaltini maqma! To'xta! Qarab tur. Alileri geçti bu valla. Bu kimning yov eshigi? Uluq alileri. Bu mening eshigim. Qop yurak. Podshoh. Alileri kechirsizlar. Ishqisi yo'q. Bundan keyin eshigingni yaxshi boshqargan, Bo'ldi, o'yiningni o'yna. Alloh bala. Podshoh haqiqatan mehr shafqatli. Haqiqatan shafqatli. Alileri bu chiroyli qilni o'zlariga tutay. Mijoz yaxshi podshoh bo'lsa, haqiqatan yaxshi bo'lar ekan. O'g'irni tutinglar. O'g'irni tutinglar. To'xta! Texi mening bir xalta ochlig'imni o'g'irlig'idek bo'ldingmi? Nima ish bo'ldi? Podshoh. U mening bir xalta ochlig'imni o'g'irlab oldi. Bu qadim podshoh xafa bo'ladigan bo'ldi. Shundoq uni nas bosdi. Xotirjam bo'l. Men seni jazolamayman, Alilerning shapoatiga chiqqanlar. Men bir mijoz yaxshi podshoh. Men nimishqa qalaymaqon odam jazolag'udekman. Men bo'lsam bir shapoatli podshoh. Podshoh bugun nima bo'lgandi? Bu odam talalikka. Selim bayağı da burada. Selim bayağı da burada. Adam vuruvatıdı, yana adam vuruvatıdı. Neymiş kılavuzsiz? U degan o'g'ri, albatta uni uraman-da. Neymiş ki xalqancha adam vursiz? Alileri, bay jazolanishga haqliq. Alileri, sizlar shundoq shafqatli, hech qanday odamni jazolamaylar deganim to'g'rimi? Abaska, alilerga zodi nim bo'ldi bugun. Bugun atigan alileri qasam berib, bundan keyin yaxshi mijozlik podshoh bo'laman, hech qanday odamni jazolamayman dedi. Belki değişip gitti. Bay bu bir neçə gündür padişahın aç tarafını tutulup nayis pul vermeydi. Yani pul qarzağa hüccət yekti verdi. Yani dedim benim koyumunu elip gitti. Bu benim koyup be. Sen hech qanday odamni jazolamayman dedi. Men nima qilgim keldi shuni qilaman. Hem de işler kalayım kalışıp gitti. Qaraganda padişahni burungi vaqtga akasak bo'g'dak. Tapdim. Hürmetli padişah, eğer özleri davamlıq müşnaq ketiversizlar, qayda tuzum yo'qolib ketadi. Men hargiz xafa bo'lib odam jazolamayman. Undaq bo'lsa, u qoidalarni nima ish qilamiz? Alileri, eğer sizlar xafa bo'lib qolsalar, shu chaqda yana qayda tuzumlarni ishlatib qolamlar, ya. Albatta. Yo'q, men hargiz xafa bo'lmayman. Hürmetli alileri, sizlarni shaxmatga bak usta deb angladim. Bir qo'l o'ynab baqsa qandaq? Bak yaxshi bo'ldi. Xonishayim, ular mushundaq o'ltirg'ili xeyli uzun bo'ldi. Yana saqlab turaylik.
Nasırdin, başlaylı. Bo'ladi, alilari. Sana karantimni bir ko'stib qo'ymasam. Alga. Hujum. Alga. Asta, men xato men qo'ydim alilari. O'zgartgili bo'lmaydi. Yeni bilishqi bo'lmaydi. Alilari, men degan kichik bola, o'zlari cho'ng tursizlar, menga yo'l qo'ysizlar. Bu hujumga o'tinglar, hujumga. Isap emas. Xato bo'lib qoldi, isap emas. Isap emas. Bir qatimda usturishni belgilayli. Taş qaychalata. Men xato men qo'ydim. Asli bu yerga mangmaydim. Sen yeni vaqili 12 qatim bo'ldi. Alilari, xapo qoldinglarmi? Kim xafa bo'pti? Men xafa bo'lmayman. Alilari, kechki tomoq tayyor bo'ldi. Aliylari birdam aramayli vasla. Nasriddin o'zlariga sovg'at ep kepti. Nima sovg'at? Birdan turib bilib qoladilar. Nasriddin, sen ep kelgan to'xu kavib shundoq mezillikkan. Alilari, biz birdan turib tepkish o'ynaylik. Nimandaq chiroyli tepkish bu? Bu tepkishning paylari ajab tonish ko'rinadi. Bu pay o'zlari yeyotgan to'xoning paylari. Sen meni bak terishtirding. Shahmatni yeni olgan oz deb yana mening oq to'zimni pishirib yeyitibsan. Meni bak terishtirding Nasriddin. Kelinglar. Hurmatli alilari, oxiri xafa bo'ldilar, ha? Ben xafa bo'ldim, seni jazolayman. Aliylari ovoyaga qarasizlar. Meni oq to'zim. Bu nima ish? Men sening oldin paltongga tushibdiman-da. Aliylari bir shafqatli podshoh bo'lish uchun old bilan mukofot bilan jazolash aniq bo'lishi, andin saxovatli bo'lish kerak. Shunda qilganda andin haqiqiy shafoatli podshoh bo'g'il bo'ladi. O'zlari cho'qim yaxshi podshoh bo'la oladilar. Men aslida yaxshi podshoh. Undaqda Bay xo'jamning ishini qanday qilsak bo'lar? Bu bolaniza. Kelinglar, mendan buyruq. Bay 50 tilla jarimani to'lasin. Har kuni bozorni tozalasin. Tamam. Nimalar meni nasib bo'ldi? Begi. Sayron qiladi xalqqa. Men cho'qim tirishman xotin.